Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan sarmoyasiz pul ushlab borsak bo'ladi. Do'stlar, biz mana bu sayt orqali sarmoyasiz pul ushlab boramiz. Bu sayt havolasini videoda hamda kommentarda qoldiraman. Kirib olib sarmoyasiz pul ushlasangiz bo'ladi. Do'stlar, Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Sizlarga qiziqarli sarmoya saytlari haqida video olib boraman. Bu sayt havolasidan o'tasiz. O'tganingizdan so'ng mana ro'yxatdan o'tish degan tugmani bosasiz. Bosganingizdan so'ng bu yerda mana qarang. Ro'yxatdan o'tish uchun birinchi qatorga login kiritasiz, ya'ni o'zingizning ismingizni hamda bir xil parol kiritasiz. Ikkinchi va uchinchi qatorga va ro'yxatdan o'tish tugmani bosib ro'yxatdan o'tib olasiz. Agarda misol uchun ro'yxatdan o'tmaydigan bo'lsa, Google email pochta orqali ham ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, mana hozir ro'yxatdan ham o'tib oldim. Mana o'zi bizda mayning jarayoni boshlangan. Qarang, biz ro'yxatdan o'tganimiz uchun $30 bonus beriladi. Qarang, mana $30 bonus. Bu biz misol uchun bizga kuniga 0.01% ko'payib keladi. Bu sarmoyasiz pul ushlash uchun bir marta kirib faollashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Sizlar ham bemalol olib, misol uchun yig'ilgan pullarni bemalol keyinchalik ham chiqarsangiz bo'ladi. Keyin qarang, bu joyda misol uchun turli xil ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'lsangiz, mana $3 bonus, Telegram kanaliga obuna bo'lsangiz $3 bonuslar beriladi ekan. Undan tashqari, yana misol uchun sarmoyasiz pul ushlash uchun mana referral link bor. Mana copy degan tugmani bosib nusxalab olib do'stlaringiz taklif qilsangiz bo'ladi. Do'stlaringiz taklif qilsangiz, har bir do'stingizga $12 dan bonus beriladi. Bu $12 qarang, qayerga tushadi $12? Mana bu $30 ustiga qo'shiladi. Qo'shilgandan so'ng mana bu 0.01% misol uchun ko'proq daromad olish imkoniyati sizlarda paydo bo'ladi do'stlar. Keyin yana bitta qo'shimcha narsa. 20 ta do'stingiz taklif qiladigan bo'lsangiz $1000 qo'shimcha bonus beriladi ekan. Xuddi shunaqa tartibda ishlab borasizda do'stlar. Sarmoyasiz ishlash uchun yaxshi sayt deb o'ylayman. Bu saytlar ancha oldin ham chiqqan, bundan keyin ham chiqyapti. Mana yaxshi, misol uchun sarmoyasiz ham pul chiqarganman. Tilni almashtirsangiz bo'ladi. Mana o'zbekcha ham qo'ysak bo'ladi. Mana hozir mana o'zbekchani ustiga bosib, misol uchun bemalol o'zbekcha qilib olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsatilgan. Do'stlar, keyin bu yerga qarang. Misol uchun biz pul kiritib ishlasak ham bo'ladi. Albatta pul kiritish xohishi, misol uchun $1 dan ko'proq kiritadigan bo'lsa, kuniga 7.4% dan ishlasak bo'ladi. Mana to'ldirish degan tugmani bosasiz. Hozir pul kiritish haqida ham ma'lumot beraman. Misol uchun men Rossiya bank kartasi mana do'stlar, bu yerda mana Payer orqali kiritsangiz bo'ladi yoki USDT orqali ham kiritib olib, misol uchun ishlasangiz bo'ladi. Mana kriptovalyutalar orqali ham to'ldirib olib ishlab borsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa do'stlar, sarmoya tarzida ishlab borsak bo'ladi. Bu yaxshi sayt, zo'r sayt. Keyin do'stlaringiz misol uchun hamyon to'ldiradigan bo'lsa 5% sizlarga bonus beriladi ekan. Xuddi shunaqa tartibda ishlab boramiz. Yig'ilgan pullarni do'stlar bizda bemalol chiqarsak bo'ladi. Yig'ilgan pullarni qarang. Mana biz pul ichish uchun 0% hech qanaqa komissiya olinmaydi. Mana Payerga yechib olsa bo'ladi. Hozir Payerda bizning misol uchun hisobimizdagi pullar holi menda 0. Endi hozir ro'yxatdan o'tdim. Mana bu joyga Payer raqam hamda pul ichish miqdorini yozib, mana chekini degan tugmani bosib yechsak bo'ladi. Minimal yechish $1 bo'lsa kerak Payerga. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda do'stlar ko'rib borsangiz bo'ladi. Do'stlar, sarmoya ishlash uchun juda ham yaxshi sayt. Hammaga omad. Videoga like hamda kommentar yozib esdan chiqmasin.